Assalomu alaykum ahli O'zbekiston. Bugun 25-fevral Chiroqchi mashina bozorida Damas narxlarini qo'yib beramiz. Like, podpiska, videoni oxirigacha kuzatishda davom etinglar. Birinchi Damasimiz, mana akani so'raymiz. Yil nechiga aka buni? Assalomu alaykum. Yo'limiz aka 25. Nech pul deyapsiz aka buni? 98. Hammadan ortiq qilingan. 25-98 million ekan. Apshkalari, chexol poylari bor. 1800 yurgan ekan. Patologlari ham qilingan ekan. Sana ko'rishlar yaxshi holatda turibdi. Diskga balonlar qo'yilgan. Aytganda akamiz 98 million deyotgan ekanlar. Savdosi bor. Nomer ayting aka. 93'lü 93'li 121 121 37 37 44. 44. Bu ham sizdanmi aka? Bu yil nechi? 25 million. Kraskasi qanday aka buni? Kraska toza. 4 ta mexga bilan taqilgan ekan, apshkalar qoraytirilgan, chexol poliklari bor. Bu 20 ming yurgan ekan. Patologiya qoraytirilgan. Shumkalar bo'lgan ekan. Orqa ko'rinishlari ham yaxshi holatda turibdi, sanorovkalar qilingan. Buni 92 million deyotgan ekanlar. Savdosi bor. Boyagi nomerga telefon qilaverasizlar. Kelishtirib beradilar. Salom. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz, zo'rmisiz? Zo'r, yaxshimisiz? Bu ham 92 deyapsiz aka buni? 92 kam bor ekan, telefon qilsalar kelishib beradilar. Damas degasi yo'q o'xshayapti. Damas yana bitta. Hozir aka. Assalomu alaykum. Buni yil nechiga aka buni? 12. 12 nech bilyapsizlar buni? 50 50 kam bor. Apshkalari, chexol poliklari bor. 2 yurib yurgan ekan. Nech pul qilib berasizlar buni aka? Aka nech pul qilib berasiz buni? Nech pul qilib berasiz tog'a buni? Nimasi endi bozor ko'targaniga-da hali savdo chiqqan yo'q. Ha, bo'ldi. Nomeringizni aytsangiz aka, qo'yib beramiz. YouTube'ga qo'yib beramiz. Nomeringizni ayting. Nomerim 94lik 94lik 494 494 0674. 0674. Kraskasi qanday aka? Bugun boshida yengilgani bor. Ha, shu yonboshda. Ha, yonboshlagan mashina ekan. 50 million kam bor ekan. Metal bo'lsa kerak. Metallari bor. Telefon qilsalar kelishib beradilar. Mana bu Damas egasi bor ekan. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz aka? 25-3800 yurgan, 98 kam bor. 98 kam bor, 25 metallari bor. Metan, balon, chixol polik, chixol bonus qilib berib beraman. Mana, chexol bonus ekan. Yumshoq balon. Balonlar qo'yilgan. Mercedes diska balonlar, apshkalari. 3800 mavlu barlar qilingan, patologiyalar qilingan ekan. Chexoli bonus mana akamiz aytibdilar. Bonus qilib beraman. Mana, chexoli bonus ekan. Orqa ko'rinishlari yaxshi holatda, metani ham bor ekan. 98 kami bor. Nomeringizni ayting aka. 88-315 88-315 0002. 0002. Nech pul qilib beramiz aka buni? Nech pul qilib? Salonlar qilib berib beraman. Nech pul? 96 mi? 97 qilib berar ekanlar mana. Polni navorat qilingan 2025. Kraskalar toza. Telefon qilaverasizlar. Mayli aka. Sog' bo'ling. Mana Damas yana bitta. Bu yil necha ekan buni Damasni? Egasi yo'q ekan bu Damasni. Damas ko'ramiz. Assalomu alaykum aka. Yaxshimisiz? Yil necha ekan buni? 19. Nech pul deyapsiz? 80. Balalar qo'yilgan ekan. Apshkalari 32 ming yurgan ekan. Chexol poliklari bor. Orqa ko'rinishlari yaxshi. Patologiya qoraytirilgan. Yoqilg'isi, yoqilg'i nima aka uni? Propan qo'yilgan ekan. Propan benzin. Nech pul qilib beramiz buni? 80 qimmat aka bu 80 ga. 80 deyapmiz aka, 73 so'rab turganmiz yo'q. Ha, nomeringizni ayting aka.
91lik 91lik 458 458 68 68 63. Telefon qilsanglar kelishib beradilar akamiz. Mana yana damazlar qo'yib beramiz. 2008. 2008 aka. Necha pul deyapsiz uni? 30. Balonlari yaxshi holatda. Afishkalar yaxshi holatda, chexol poligi bor. Trabek noma'lum deyveramiz. Patoylar qoraytirilgan. 30 million aytgan ekanlar, kam bor. Metan qo'yilgan. Necha pul qilib beramiz aka buni? Bo'lish 25. 25. Oxirida qilgan. Nomeringizni ayting aka. 91lik 91lik 212 212 93 93 16. Kraska qanday aka buni? Kraskalar avval. Kraska chaqa chuqqa bor ekan. Telefon qurilsa, mayli aka. Sog' bo'ling. Egasi qilyapti. Bu yoqqa savdo bo'lyapti. Endi Cobalt'ni obzor qilamiz. Cobalt Nexia 2 obzor qilamiz. Kuzatishda davom etaveringlar.